Saba suresi 13 oyatning tafsiri haqida. Savol. Ular Sulaymonga u xohlagan katta saroylarni, haykallarni, ko'ldak cho'ng leganlarni, o'rnidan midirlatqili bo'lmaydigan qazonlarni yasaydi. Ey Davud oilasi, bu ne'mat uchun shukr qilinglar, lekin qo'llarimdan shukr qildiganlar azdir. Saba suresi 13-oyat. Assalomu alaykum ustoz. Yuqorqi Saba suresi 13-oyatni tushuntirib qo'ygan bo'lsizlar. Odatda dinimiz islomda haykal yasash cheklanadigan tursa, jinlarning Sulaymon payg'ambarga haykallarni yasab berishni qandoq tushunamiz yoki shu vaqtning shariatida haykal yasash cheklanmamdi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oli tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Mazkur oyatdagi haykallar degan so'zning tafsirida olimlarning tafsirlari mundoq. Hasan Basri u chog'larda haykallar harom qilinmagan edi degan. Andin bu haykallarning nimaning haykallari ekanligida ikki xil tafsir bor. Biri to'z, burkut qatorliq uchar qushlarning haykallari taxtning va arishning palampaylarida edi. Buni ko'rib uningga yaqinlashmoqchi bo'lganlar ayminatdi. Buni zahok degan. Yana biri haykallar payg'ambarlar bilan farishtalarning haykallari bo'lib, kishilar ularning haykallarini ko'rib, ular ibodat qilgandek ibodat qilsin, ularga o'xshash tirishsin degan maqsadda yasalgan. Buni Ibn Saib degan. Andin bu haykallarning qaysi moddadan yasalganligi haqida ikki xil tafsir bor. Biri misdan yasalgan, Mujohid shundoq degan. Yana biri marmar tosh bilan misdan yasalgan, Qatada shundoq degan. Ba'zilar mundaqmi tafsir qilib baqqan. Jalloqlardan boshqa dal-daraxt va shuningga o'xshagan narsalarning haykallari bo'lishi mumkin. Chunki timsol degan jalloq yoki jonsiz boshqa bir narsaning suratiga o'xshatilgan har qanday narsani bildiradi yoki beshi kesib o'tilgan bo'lishi mumkin. Lekin bu haykallarning nimaning haykallari yoki nimadan yasalgan haykal ekanligida sahih bir naql yo'q. Payg'ambarlarning shariatlari qisman masalalarda o'xshash bo'lmasligi hammaga ma'lum bir ish. Buning Qur'ondagi misollari intayin ko'p. Undaq bo'lgan ekan, bu ilgirki shariatlarda harom qilinmagan ish edi. Bizning shariatimizda haykallarga cho'qinishga yo'l ochmaslik uchun haykal yasash harom qilingan degan tafsir eng muvofiq ko'rinadi. Urva Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qiladi-ki, Ummu Habiba bilan Ummu Salama Habashistondagi ichida suratlar qo'yilgan bir chirkovni esiga olib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga so'zlab berdi. Rasululloh ular o'z ichidagi biror salih odam o'lib ketsa, uning qabrisiga masjid bino qilib, uning suratini sizlar ko'rgan ashu suratlardek uninga tushirib qo'yadi. Ana shular qiyomat kuni Allohning nazarida maxluqotlarning eng yomonlaridir dedi. Imom Qurtubiy deydi: Olimlarimiz aytdiki, ularning dastlabkilari ashu haykallarni ko'rib, ularni ulgi qilish, ularning yaxshi ahvollarini aslab, ular tirishchilik ko'rsatgandek tirishchilik ko'rsatib, ularning qabrlarining qashida Alloh azza va jallaga ibodat qilib turish uchun ashundoq qilgan. Ulardan keyin bir muncha zamonlar o'tgandan keyin bag'ariz nachar bir avlod maydoniga kelib, ilgirkilarning maqsadlarini tushunmagan. Shayton ularga sizlarning ota bobonglar, abo ajdodinglar mushu haykallarga ibodat qilishadi deb vasvas qilgan. Shunda qilib, ular ashu haykallarga ibodat qilgan. Shunga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashuningdan ogohlantirgan. Undaq ishlarni qilganlarni qattiq ayiblab, ularga og'ir jazo uqubatlar bilan tahdid qilgan va shundaq ishlarga elib boradigan turli yo'llarni taqib atgan. Masalan, mundaq degan: payg'ambarlarining, solihlarining qabrlarini masjid qilib olgan qavmga Allohning g'azabi intayin shiddatli bo'ladi. Yana: ey Alloh, mening qabrimni ibodat qilinadigan but qilmag'aylar degan. Haykal yasash bizning shariatimizda harom qilingan degan bu qarashni ko'pchilik mufassirlar tarjih qilgan to'g'ri qarashdir. Qozi Abu Muhammad ibn Atiyya bu, ya'ni haykal yasash Muhammad sallallohu alayhi va sallamning shariati bilan mansux bo'lib ketgan degan. Imom Bayzavi haykallarning harom qilinishi yangilangan shariatdir degan. Imom Alusi jalloq narsani to'liq tasvirlab, haykalini yasashning haromligi o'z vaqtidagi ashu shariatda bo'lmagan, u faqat bizning shariatimizda bo'lgan degan. Xulosa, haykal yasash ilgirki ummatlarda muboh ish edi. Ilgirkilarni o'lgi qilish uchun yasagan payg'ambarlar va solihlarning haykallariga keyingilar cho'qinadigan, ibodat qiladigan bo'lib olg'achqa, bizning shariatimizda haykal yasash harom qilingan. İsa alayhissalom laydan qushning haykalini yasab, uningga pulisa, uningga Allohning izni bilan jon kirib haqiqiy qush bo'ladi. Bu Al-Imron surasi 49-oyatda bayon qilingan. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 4-numurliq fatvo.